autograf yozuvlari. Aziz do'stlar, sotuvimizga juda ham ideal holatdagi bo'lgan va shunaqa bahaybat Infiniti QX80 autograf avtomobilni sotuvga olib kelib qo'yganmiz. Buni qarang, chiroyligini, farlarni ham juda ham необычный qilib ishlab qo'yishgan. Bu videoni srochno shunaqa katta avtomobil haydagisi kelib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying. Zora bosib olsalar, maza qilib haydab yuradilar. Qarang, bundoq qarasangiz juda ham bir jerskiy avtomobil vidini berib turadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu avtomobilimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan va shu kungacha 16,000 kilometr masofa bosib o'tgan. Eng asosiysi o'zi shu ichki saloni bo'ladi. Chetda o'zi like qizartirib qo'ying ekan. Hammamizga shunaqa avtomobillar haydab yurish nasib qilsin. Apshukasiga bitta ahamiyat qo'yasiz, pamitidagi va eng to'pli akustika klip. Bilasiz, Infinity'larda eng to'pli akustika bu klip audio sistemasi hisoblanadi. Ichki salonda siz xohlagan jamiki hamma navorlar mavjud. Abduf, apagrev, hattoki massajlargacha bor. Multimediya rullarni aytmaysizmi? Head-up display. Albatta sizni qulayligingiz uchun qarang, ikkita displey, bittasi multimediya va bittasi bu yerda klimat kontrol uchun. Bundan tashqari Bradway'ni xohlasangiz, zadniy kamera qilib ishlatsangiz ham bo'lar ekan. Gap yana nima navorotlarini ayting. Katta panoramli krishasini aytayman, patologlar полностью alikantarlarligini aytayman. Hattoki podgolovnik va patologlari shu audio sistema bilan jihozlanganini aytayman. Akam, gap bo'lishi mumkin emas. Bu avtomobilimizni bemalol haqiqiy oilaviy avtomobil deb ayta olaman. Nimaiki 3 ta radli, 7 ta o'rindiq bilan jihozlangan old-orqa klimat kontrol haqiqiy navorotning ichida ketasiz. Akam, gap bo'lishi mumkin emas. Endi bunaqa katta avtomobil haydagandan keyin yumshoq yurish uchun pnevmo podves kerak bo'ladi. Xuddi shu pnevmo podves ushbu avtomobilimizda ham mavjud. Orqa farlarni ham qarang, juda ham chiroyli ishlab qo'yishgan. Infinity katta yozuvlar. Bu avtomobilimizdan narxi keladigan bo'lsa, shuni pastga opsiyani yozib qoldirganmiz. Agar kimgadir ushbu avtomobilimiz qiziq bo'lsa, pastdagi raqamga telefon qilib, baraka qo'rsanglar bo'ladi.